Assalomu alaykum. Kommentariyada kelgan savolga javob berishga harakat qilaman. Davlat necha yil tok sotib oladi? Hozir mana ko'chada necha foiz elektromobil bor? Yana 10 yildan keyin necha foizga bular ko'payadi? Endi hozirgi paytda gaz muammosi tugayyapti degani uchun 90% ga elektromobil ko'paysa kerak. Gaz 10 yilda tugaydi deyapti. Bu bitta muammo. Endi Toshkentni, men qolgan joylarni aytmayman. Toshkentni agar akkumulyator misol Chorvo deb biladigan bo'lsangiz, Chorvo gaz tok olib beradigan bo'lsa, yangi gaz ochildi-yu. Chorvoga tushgan suv bizga hozirgi paytda elektr bo'lib keladi. Endi 10 yildan keyin 90% mashina tok o'tadigan bo'lsa, uylar qurilyapti, hammasiga konditsioner qo'yiladi, boshqa qilinadi, потребление ko'payadi. 10 yildan keyin agar hozir shuncha dom qurilyapti-da, o'shalarning hammasiga odam kirib yashaydigan bo'lsa, qancha tok ketadi? Uni Chorvoda bir tomchi ham suv qolmaydi, menimcha. Chorvoning suvi yetib bermaydi. Hozir internetda e'lon qilishgan O'zbekiston 65% tokini yeminni quyosh panelidan olamiz deb 30-yilgacha shunaqaga ko'tarishmoqchi. Hozirgi paytda yana yetishdi, 35% ga chiqdi bu. Ya'ni 30% подключение bo'lishi kerak. Shunda nima bo'ladi? Kunduzi Chorvodan suv olinmaydi, Chorvoda suv to'ladi. Kunduzi to'ladi, kechqurun o'shani Chorvo keyin beradi qaytarib. Kim elektromobil zarar qiladi, kim uyiga ishlatadi. Endi kechqurun yana bitta plyusi bor. Ko'pchilik uxlaganning hisobiga потребление baribir kechqurun kunduziga nisbatan kamroq bo'ladi. Endi elektromobillar ko'payganda o'sha kechqurun ham oshadi. Chunki har bitta mashinani zaryadga qo'yadigan bo'lsangiz, напряжение ham tushib ketadigan darajada kamayadi. Bu degani hozirgi paytda 10 yildan keyin elektromobillar ko'paysa, tok polimon sotib olinadi. Yana 10 yildan keyin gaz tugaydigan bo'lsa, uyingizni isitishingiz hozirgi paytda 1 kuba gazdan 12 kilovat issiqlik energiya olinadi. Endi agar gaz bo'lmay qoladigan bo'lsa, siz tok ishlatishga majbursiz. Tokka 1 kilovatdan pechkingiz 1 kilovat beradi. Ham teplovoy stansiya 1 kilovatdan 3,5 kilovat issiqlik beradi. Pechkaga nisbatan teplovoy nasos yaxshiroq ishlaydi, effektivniyroq ishlaydi. Shuni hisobiga hozir teplovoy nasosga ham subsidiyalar chiqqan. Bu subsidiyalar ham bekorga emas. Quyoshdan olinadigan elektrga, issiqlikka yoki suvga bo'lgan hisobiga ularga alohida subsidiya berilyapti. Sababi shu Chorvoning suvini ekonom qilishdi. Qanchadir foizini ekonom qilib bersa, kechasi hamma elektromobilni zaryadga qo'ygan paytda Chorvoning suvi yetib berish kerak. Bu bir oyga borib qolmaydigan bo'lsa, O'zbekistonda hayot to'xtab qoladi. 10 yildan keyin bu degani sotib olinadi. Gaz tugadimi? Bo'ldi. Uncha narsa o'sha orqaga tortishni boshlaydi. Endi benzin bor desanglar, gaz tugagan paytda benzin narxi palibom oshib ketadi. Hozirgi paytda oshyapti, undan ham oshib ketadi. O'sha uncha infrastruktura buziladi. Shuning uchun elektromobilga o'tilyapti. Shu paytgacha hech kim mashina olib kira olmasdi O'zbekistonga. Hozir O'zbekistonga elektromobil bez vopros kirib kelyapti. Hech kim unga to'sqinlik qilmaydi. Sababi shu. Ertaning benzin oshadi, gaz tugaydi. Odamlar nimalarda yurish kerak, nimalarda tirikchilik qilish kerak. Xo'p, gaz tugadi. Hamma elektrga o'tdi. Elektr har doim kerak. Bu degani savolga javob har doim elektr sotib olinadi. Boshqa iloji yo'q.